ayolini keltirib, supurtirib qo'ygan dayuslarga gapirasiz. Xotin quli. Ha, bo'ldi. Ko'cha bosib chiqib ketyapman. Xormi akam? Ya akam, Assalomu alaykum. Sog'liging yaxshimi? Ha, rahmat. Nima qo'lingdagi? Ha, supurgi ertalabda. Ko'chani oldinlari ayollar supurasdi. Nima, xotinga maharga povutni berdingmi deyman akam? Bu nima deganingiz aka? Mahallada masjid bor. Buni mendan ham yaxshi bilasiz. Erkaklar ko'p o'tadi. Ayolimni keltirib supurtirgim kelmadi. Bu gapingizni ayolini keltirib supurtirib qo'ygan dayuslarga gapirasiz. Ha, ayolini egeltirgan dayus degan yaqinda sening bilan onang supurar edi. Ularni ham oldin qizg'anamiding? Erkak. Bu videoda kim haq? O'z fikringizni izohlarda qoldiring.